Assalomu alaykum, hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari, hamkasblar. Nasaf hamda Alshorta jamoalari o'rtasidagi uchrashuvdan avval tashkil etilayotgan matbuot anjumaniga xush kelibsizlar. Matbuot anjumanining birinchi qismida Nasaf jamoasi bosh murabbiyi Ro'ziqulberdiyev hamda jamoa yarim himoyachisi Oybek Rustamov ishtirok etmoqda. Dastavval bosh murabbiy hamda futbolchilarning o'yindan avvalgi fikrlari bilan qiziqamiz. Assalomu alaykum hammaga. Avvalo yangi mavsumda sizlar bilan yana bir bor ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Ertangi o'yin o'zi turnirning tablitsada ba'zida qarasak oxirgi o'rinda bo'ladigan jamoalarning o'zaro o'yini ham qiziqarli bo'ladi har doim. Biz shuni kutyapmiz, ertangi o'yin ikki jamoa uchun ham o'z mavqeini tiklash uchun, tabletsadagi o'rinni yaxshilash uchun ikki jamoa ham harakat qiladi. Biz ertangi o'yinga yigitlarni barchasi tayyor. O'ylaymanki, ertangi o'yin natija ham, o'yinning mazmuni ham muxlislarga manzur bo'ladi degan umiddaman. Rahmat Ro'ziqul aka. Oybek. Assalomu alaykum hammaga. Xudo xolisa ertangi o'yinga tayyormiz. Shu murabbiyimiz aytgandek, o'zim uchun ham qiziq, chunki yangi jamoada birinchi o'yinda xalqaro turnirda qatnashyapman. Xudo xolisa muxlislarimizni xursand qiladigan umiddamiz. Rahmat javoblar uchun. Zalda savollar bo'lsa, marhamat. Oybek, Nasafni tanlashingizga nima sabab bo'ldi? Nasaf tanlashimga, Nasaf baribir O'zbekistonda baribir yaxshi jamoa. O'sish uchun Nasaf tanladim deb o'ylayman. Ro'ziqul aka, ertangi o'yinda jamoada baribir bosim menimcha bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Shunga ertangi o'yinga jamoani qanaqa ruhan tayyorlash mumkin bo'ldi siz uchun? Qiyin bo'lmadimi? O'z ta'kidlab o'tdingiz, bosimni his qilish kerak emas bunaqa o'yinlarda. Yigitlar maydonda erkin harakat qilish kerak, buni uqtiramiz. Yigitlarni biz hozirgi ertangi o'yinga yig'indagi o'yinlar orqali tayyorgarligini olib bordik. Bu yig'inlardagi o'z rejamiz bor edi. O'sha uchun bu rejalar to'liq amalga oshdi. Biz jamoani yangi o'yinchilar bilan o'yinni shakllantirishga e'tibor qaratdik. Undan tashqari yosh o'yinchilarimizni ko'rik qilib olishimiz kerak edi. Ular ham sinovdan o'tdi. O'ylaymanki, mana shu yigitlar bilan biz ertangi o'yinda yaxshi tayyorgarlik ko'rdik deb o'ylayman. O'sha uchun o'ylaymanki, ertangi natija yaxshi natijada umidda erta maydonga chiqamiz. Ro'ziqul aka, ertaga Ashorta bilan o'yin bor va oradan bor yo'g'i bir hafta o'tgandan keyin safarda yana bitta qiyin uchrashuv kutib turibdi. Qolaversa, yaqin orada chempionatimiz ham boshlanadi, Superligamiz. Ikkita mana shunaqa bosimli uchrashuvni o'tkazib, bolalar aynan bu tayyorgarlik bosqichini o'ta beradimi yoki charchab qolishlari ham mumkinmi? Yo'q, biz bu o'yinlar orqali o'sha chempionatimizga ham yaxshi tayyorgarlik ko'ramiz deb o'ylayman. O'tgan o'yinlarning ham barchasiga e'tibor qaratgan bo'lsanglar, yigitlarimiz kuchli raqiblarga qarshi hech qanday bosimni his qilmasdan o'z o'yinini o'ynashga harakat qildi. Ertangi o'yinga ham men o'ylaymanki, xuddi shunday bo'ladi. To'g'ri, tayyorgarligimiz juda yuqori darajada emasdir, lekin bu o'yinlarga o'sha yigitlarning ishtiyoqi, mavsumga bo'lgan tayyorgarligi yana bir bor ko'rsatish kerak bo'ladi. Albatta natija juda muhimligini biz tushunib turibmiz. O'sha uchun bu bir tarafdan yaxshi tayyorgarlik vazifasini ham o'tab beradi, lekin bu o'yinlarda natija ham muhim. Savollar bormi? Nadina opa. Savollar. Ro'ziqul aka, shu jamoadan ketgan tajribali o'yinchilar va tarkibga jalb etilgan futbolchi haqida fikrlaringiz? Javobimizda hozir o'zlaringga ma'lum 7-8 ta o'yinchi jamoamizni tark etdi. Bu jamoa uchun albatta katta yo'qotish. Nasaf tajribasida bunaqa davrlar bo'lgan. Nasaf bundan chiqib keta olgan. O'ylaymanki, bundan keyin ham shunday bo'ladi.
Nasafda yaxshi sharoit bor, yaxshi tizim bor, albatta bu ishlaydi. Jamoa har bir mavsumda o'z oldiga yuqori maqsadlarni qo'yib harakat qilaveradi. 2026-yilda Nasaf oldiga qo'ygan maqsadi nima? Maqsad Nasafni maqsadi hech qachon o'zgarmaydi. Hozirgi holatimizda ham o'ylaymanki, yaxshi tarkibga egamiz. Yaxshi yoshlarni biz sinovdan o'tkazib oldik. Bularni uyg'unlashgan tarkib shakllantirib, albatta yuqori o'rinlar uchun kurashadi deb o'ylayman menimcha. Chunki Nasaf o'z mavqeini, darajasini ushlab turishga har doim harakat qilgan, bundan keyin ham shunday bo'ladi. Savollar futbolchimizga? Rahmat barchaga ishtirokinglar uchun. Ertangi o'yinda Nasaf jamoasiga omad tilaymiz. Katta rahmat.